Do'mbrani qo'lga olishning birinchi do'mbrani chekladi. Do'mbra sozi o'zi cholg'i ijrochiligi alohida o'tiladi. Oldin jo'rlarni to'g'rilab olishimiz kerak. Mana jo'rlarda endi mana quloqlarni maslab olamiz. Bitta do'mbra nag'masi mana bundan boshlansa, mana bu yerdan qaytadi. Pastda. Lekin biz bitta darsda buni o'rganib olmaymiz. Mana shuning o'zi mening fikrimcha bitta dars. Mana shuni o'rganish uchun. Endi mana Sanjarbay mana shu baxshichilik deganda baxshilarda turlari bor. Badihago'y baxshilar bor. Yodaki baxshilar bor. Dostonchi baxshilar bor. Havaskor baxshilar bor. Bu havaskor deganda har bir dostonning o'rtalaridan bir parchani yodlab oladigan, to'liq doston bilmaydi. Ular havaskor baxshilar deyiladi. Dostonchi baxshilar deganda to'liq dostonlar kuylab beriladi.